kartonga ishlatgan xarajatingizni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, hamma yechim Nansingda bor. Hurmatli mebelchilar, hammaga assalomu alaykum. Mana hozir KX ko'rgazmasidamiz 2026 oldimda hamma proseslar qo'yib olgan mebelchilar bilan bor. Arrani ham, kromkani ham pristatkani qilib oldingiz. Detalaringiz bitta. Endi yana qiymat qo'shmoqchisiz va kartonga ishlatgan xarajatingizni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, hamma yechim Nansingda bor. Oldinda mana NKP 16D modeli turibdi. Bu karton uskunasidir. Bu uskunamiz 4 ta magazini bor. Z kartonni ishlatasiz. Upakovkadan ancha ekonom qilasiz. Ishlab chiqarishingizni ham, ya'ni mebelingizni sifatini ham oshirib beradigan karton bo'ladi. Bu uskuna kartonlaringizni kesib, kerak joylarini bukib beradi va upakovkaga tayyor qilib beradi. Bunda 2,5 mm dan 6,5 mm gacha bemalol karton qalinligi ishlatsangiz bo'ladi. Maksimal yana 1,60 yaqinroqdan ko'ramiz. Qopqog'ini ochamiz. Uskuna bunaqasiga o'zi nisbatan keng emas, kompakt yechim bu. Katta joy egallamaydi. Ixtiyoriy xohlagan sexingizga bemalol joylashib ketaveradi. 6 ta pradolning uporlari bor. Bu ko'p kesishga hamma narsasi bor. 2 ta rolik qo'yilgan. Mana shu joy o'zida hamma ish bajariladi. Kartonni kerak joylarini bukib, kerak joyini kesib, sizga upakovka tayyor qilib beradi. O'rtacha hisobda 1 minutda 3 tadan 5 tagacha upakovka qilsangiz bo'ladi. Bu esa juda zo'r yechim. Bilaman, siz tayyor karton sotib olsangiz, bu stanok qo'yganingizda ancha farq beradi. Shu tomondan ham ekonom qilasiz.